Ramazon oyida umra safariga bormoqchimisiz? Aynan mana shu narsalarni siz e'tiborga olib qo'yishingiz kerak. Ramazon oyida umra safariga bormoqchi bo'layotganlar videomizni oxirigacha ko'ringlar. Ramazon oyida 3-10 kunligida Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qishlik maqsadida barcha mo'min musulmonlar aynan mana shu Saudiyaga borishadi va Xudo xolasa Masjidul Haramda juda ziyoratchilar ko'p bo'lishadi. O'shaning uchun siz yoshi katta ota-onangizni jo'natmoqchimisiz? Albatta yonlariga birinchi o'rinda bitta yoshroq odam borishligi kerak. Ya'niki ular yo'qolib qolsa, har xil holat bo'lsa, siz ularni yonidan jilmasligingiz kerak. Bizni o'zbek xalqimiz juda ham sodda va har bir ketayotgan ziyoratchilarga telefondan Wi-Fi'larga ulanishni o'rgatib jo'natinglar aziz farzandlar. Shuni inobatga olib qo'yinglar. Keyin mabodo yo'qolib qolsangiz, adashib qolgan paytingiz ota yoki ona siz xavotir olmang, istalgan Wi-Fi'ga gashnisaga kirib Wi-Fi'ga ulansangiz bo'ladi. Wi-Fi'ga ulanib menga yo 50 boshga telefon qiling, borib 50 boshning telegramini olib oling desangiz bo'ladi. Endi o'zi avvalo bejiklar bo'ladi. Har bitta ziyoratchiga bejik berilgandan keyin mabodo yo'qolib qolishsa askarlarga borib buni ko'rsatib, mana oddiy misol kimdir askar bo'lsa taqillatib buni ko'rsatib telefon qilib ber deysa telefon qilib berishadi. Ya'niki mabodo yo'qolib qolgan paytlarida aynan mana shu bejiklar orqali topilishlari oson bo'ladi. Lekin aksariyat ziyoratchilar bejik taqishmaydi, Centrum Holidays kamzillarni kiyishmaydi misol. Ana shunaqangi holatlarda yo'qolib qolsa topilishlari qiyin bo'ladi. Aksariyat ziyoratchilar mana shu kamzil, sumka, bejik taqishmaydi. Aynan shunaqangi holatda albatta telefon orqali Wi-Fi'ga ulanib topilish bu eng oson yo'li. Avvalo o'zlarini yo'qotishmasin, qo'rqmanglar. Aziz umra safariga borganlar, albatta sizlar topilasizlar. Faqat shuga tushmay, Wi-Fi'ga ulanib yo bejikda askarlarga ko'rsatsalaring bo'ldi. Inshaalloh yana ota-onalaring umra safariga jo'natyapsizlarmi? Oldilariga misol yaxshi ko'rib yeydigan patirlaridan, nonlaridan, quruq meva, pista, bodam, keshuv, mayiz, shunga o'xshash narsalarni atiga misol 1 kilo laqim go'shtni olib kirib tushonka qilib pishirib kichkina konteyner idishchalarga solib beringlar. Nimaga desalaring, Madina Munavvaradan Makka Mukarramaga ketishayotganda qorinlari ochqaydi. Ana shunaqa payt yeyishadi. Madina Munavvarada ovqat 2 mahal, ertaman choy ichmoqchi bo'lsa, hali keshuv, patir, nonlari bilan maza qilib choylarni ichib olishadi. O'shaning uchun aziz ziyoratchilar umra safariga ota-onasini jo'natayotganlar mana shu narsalarni qilib beringlar ota-onalaring uchun. Bu narsalar albatta zarur bo'ladi, albatta ishlaydi. Ana shunda ota-onalaring xavfsiz va mukammal umra qilib kelishadi. Qo'limizdan kelgancha bu o'zimizning ilmlarimizni yetkazdik. Xudo xolasa bizda standart paketlarimizga yanvar, fevral, mart oylariga chegirmalarimiz e'lon qilingan. Videomiz shu joygacha ko'rgan bo'lsalaring, biz sizlar uchun juda ham chiroyli chegirmalar e'lon qilganmiz. 24 Farg'ona Madina, 25 Namangan Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni $899 dan qilib belgiladik. 28-31 Farg'ona Madina yo'nalishidagi reyslarimiz $995 dan. 3-fevraldan to 28-fevralgacha oraliq har kuni reyslarimiz Toshkent Jidda yo'nalishida $995 dan. 7-14, 21-28 Toshkent Madina yo'nalishidagi reyslarimiz fevral oyiga $995 dan. Bundan tashqari yana Xudo xolasa Farg'onadan Ramazon oyi 1-2, 3-10 kunligi uchun narxlar. 3-fevral Farg'ona Jidda $950 dan, 10-fevral Farg'ona Jidda $980 dan, 17-fevral Farg'ona Jidda $1100 dan, 24-fevral Farg'ona Jidda $1200 dan, 3-mart, 10-mart Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz $1300 dan. Laylatul Qadr kechasi hayit namozini o'qib kelish maqsadida 3-10 mart sanasidagi reyslarimizga o'zlaringiz joylaringizni bron qilasizlar. Xudo xolasa rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Vodiyliklar bemalol ofisimizga tashrif buyurib, mana shu Centrum Holidaysning ofisiga kelib hisobchilarga naqd ko'rinishda to'lovni amalga oshirsalardan bo'ladi yoki-da O'zbekistonning 12 ta viloyatidan aloqaga chiqib, Telegram orqali pasportlarni tashlab, rasmiy
Centrum Holidays hisob raqamlariga bank orqali to'lovlarni amalga oshirib bersalaring ham bo'ladi. Xudo xolasa 5 kishi, 10 kishi, undan ortiq ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlar aloqaga chiqib sezilarli chegirmalarga ega bo'lib, o'zlarining joylarini bron qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda diydor ko'rishguncha.